Sharqiy Turkistonda Masjid darvozasi va tomlaridagi oyatlar o'chirilishga boshladi. Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistondagi assimilyatsiya va dinsizlashtirish siyosatini kundan kunga kuchaytirib elib berishiga ergishib, buningga munosabatlik chekdan oshgan zo'ravonlik qilmishlari, diniy va milliy puroqni yo'qotish uchun elib berayotgan qabih harakatlarimi mos qadamli kunsiri avj olmoqda. Yaqında ijtimoiy aloqa vositalari tarqalgan Sharqiy Turkistonning janubidagi ba'zi masjidlarning suratlaridan ma'lum bo'lishicha, masjid darvozasining oldi tomlariga yozilgan oyat diniy mazmundagi iboralarning birdak o'chirib tashlanganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Suratlar ichida 2016-yilda tartilganligi bildirilgan Qog'aliq nahiya bozoridagi bir masjidning darvozasi usti va ikki tarafdagi tomlarga yozilgan Qur'on suralari va islom dini ahkomlariga oid mazmunlarning boshqa rangda bo'yab yoki qirib o'chirib o'tilganligi odamning alohida diqqatini tortadi. Sharqiy Turkistonda islom dinini bir butun yo'q qilishni maqsad qilgan Xitoy tajovuzchilari yaqinqi yillardan boshlab diqqatini diniy faoliyat o'rinlari va masjidlarga qaratgan bo'lib, bu o'rinlarga bo'lgan nazorat va boshqarishda kecha-kunduz eng yuqori sezgirlik holatida olib bormoqda. Ba'zi o'rinlardagi masjidlarning chekilmagan masjidlarning gümbaz va munarlari va uningdagi hilol oy belgilarining elib tashlanishi, islom diniga haqorat qilingan ba'zi iboralarni o'z ichiga olgan tashviqot va ogohlantirish yoki ba'zi suratlarning masjid tomlariga esilish, musulmonlarning har kuni masjid hovlisidagi Xitoy bayrog'ini chiqarishga tashkillanishi degandek ahvollar buning tipik misoli bo'lib hisoblanadi.